Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglovchi do'stlar. Biz mərhum Abdulhakim Baqi İltəbir akimiz yazgan, Uyg'urlarning ma'naviy onasi bo'lgan Rabia Qodir xonimning hayot qismatlari putilgan O'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda biz Rabia xonimning Feyzavotdagi yer tavrashga ommani safarbar qilib yordam buyumlarini yetkazmaganligi va uningdan hosil qilgan natijalarini o'qib o'tgaydik, amdi davomini o'qiymiz. Ming ana hasdorlik shirkatining oqibati. Rabia Qodir xonim Qashqar, Xotan, Aqsu viloyatlarining bulung pushqoqlarigacha aylanib yurib, Uyg'urlarning umumiy ahvolini o'z ko'zi bilan ko'rib, o'z quloqi bilan anglab, tekshirib, tadqiq qilgandan keyin 90% Uyg'urning och-yalang'och, yo'qsul turmush kechirayotganligini, 9% Uyg'urning aran qarni to'yg'idek holga kelganligini, 1%ga yetmaydigan Uyg'urning hukumatning qo'yinda xotirjam turmush kechirayotganligini statistika qilib chiqdi. Rabia xonim hamma yerda namratlik, nadonlik, buningdan qutulishning hozirgi va dastlabki chorasi faqat ma'arifni umumlashtirish uchun maktab ichish kerak deganlarni cho'nqur his qildi. U bir Uyg'ur universiteti qurish dokladini yo'llagan edi, tasdiqlanmadi. Yetimlar maktabi ichishni planlagan edi, yana bo'lmadi. 9 yillik majburiy ma'arif belgilamasini chiqarib dunyoga davrang solgan hukumatning uni faqat Xitoy maktablarida ijro qilib, Uyg'ur va boshqa Xitoy bo'lmagan millatlarning maktablarida sharoit, iqtisod degandek bahonalar bilan ijro bo'lmayotganligini tunib yetgan Rabia xonim oila ma'arifini ching tutish, onalar orqali farzandlarni yaramliq avlod qilib tarbiyalashning zarurligini jazm qildi. Onalarni, ayollarni, bolalarni tarbiyalash uchun pul kerak. Ayollarning qad ko'tarishi uchun ulga yo'lboshchi kerak. Shunday qilib, Rabia xonim birinchi bosqichda onalarni tarbiyalash, yetaklash, pul tepish, ro'naq tepishni o'g'itish uchun Ming ana hasdorlik shirkati qurishni niyat qildi. Rabia Qodir xonim Ming ana hasdorlik shirkatining qonuniy rasmiyatlarini bajarish, yaqinlariga tushuntirish orqali 1997-yili 12-oyning 17-kuni Savdo saroyining markaz zaliga 200 nafar ayolni shirkat qurilish murosimiga taklif qildi. Murosimiga 1000 dan ortiq ayol keldi. 200 nafar ayol qisqa vaqt ichida 1,300,000 so'm dasmoya qo'shdi. İkinci qitimliq yig'ilishga kelganlar zalga, binoga batmadi. Kelganlarni oldi 500,000 so'm, oxiri 1000 so'mgacha pul qo'shdiganligini bildirdi. Har qaysi nahiyalardan 9 sonliq to'shqida xat keldi. Ular xatida Ming ana hasdorlik shirkatining o'z nahiyalarida sho'ba shirkatlarini qurishni iltimos qilishgan edi. Aqsudan bir ana yangi tug'ilgan bolasiga Ming ana deb ism qo'yib, o'zining oltin bilaguzuk va uzuklarini shirkatga hadiya qilib avatdi. Rabia xonim ma'qul desla, birar oy ichida milliard so'm pul to'planganligi aniq edi. Butun yurt bo'yicha 1000 ana emas, million ana to'plangan edi. Uyg'ur ayollarining jasorati bilan hukumatga xirs qila olgudek mablag' to'planish, Uyg'ur milliy egiligi tiklanish harpisida bix survatdi. Rabia Qodir xonim Savdo sanoat ma'muri boshqarish idorasida Ming ana hasdorlik shirkatining kinishkisini elishi bilan tang Bexatarlik idorasi xodimlari har yerda oshkora fitna tarqitib, Rabiyaga pul bermanglar, yeb ketidi. Bankada qarzi bor, qarzini to'lab oladi, deb davrang silib yurdi. Shunlashqa Rabia xonim ichilish murosimida hech kishidan pul olmay turib, ustal ustiga bir sonliq pulni dövlab qo'yib, hamma kishini yig'latqudek ta'sirli nutq so'ziga edi. U fitnalar haqida to'xtalib mundaq degan edi. Ba'zilar meni qarzga bo'g'ilib ketdi deyishyotidi. Rost, men qarzdor. Hukumatga, shaxslarga emas, yaratgan egisiga, xalqimga qarzdorman. Men tug'ilibla qarzdor ekanligimni his qilgan. Shunga qarzimni to'lash uchun onamning qornidan oldirab, 7 oydila yerga tushgan. Kichigimdila yo'gab qo'ysa, yo'gigimga patmaydigan. Bo'lab qo'ysa, bushkumni yatmaydigan. Boshqalarning g'imini yeb kecha-kunduz orom topmaydigan qiz bo'lg'ashqa, dadam meni ansirab, "Qizim, Xitoyning shahridan qaytib keling. Pul oxiri beshingizga chiqmasin. Bular tarixdan buyon puli bor boylarimizni bulab keldi. Shingsay degan jallod 500 ming boy Uyg'urni zindonlarda miqqa dasiltib, to'q bilan qiynab, oltin kumushlarini bulab elib,
Cankayşi atısıga soğuk qilib, ölümden qutulub, yezigilik ministri mansibini setib oldi. Gomindang deginimi, Gongsandang, Wangjin deginimi, necha 100 ming pullar boylarimizni, ilim ahlilarimizni, o'limalarimizni o'ltirib, boyliqlarimizni, yer, yaylaq mulkini musodir qilib, Xitoylarga bo'lib berdi. Bular boyliq to'ymaydi, sinimi bir kuni bo'sh qo'ymaydi. Bu yüz yo'qlar deganda men kechiring dada, men oq-qorni bilib qolganligim uchun, o'zimning xalqimga qarzdor ekanligimni bilib qolganligim uchun bu yo'ldan yonolmayman deganimda dadam, bo'pti qizim, qarzingizni ado qiling deb ruxsat bergan. Shunga sizlarmi meni qarzingni ado qil deb haydakchilik qilinglar. Meni tanqidlanglar. Xalqning qarzini to'la deb majburlanglar, qistanglar. Lekin hech shaxsga qarzim yo'q. Agar menda ilishi borlar bo'lsa, mana hozirli beritay. Qani, sahnaga marhamat. Rabiya xonim oldida dövləklik pulni qo'li bilan ko'rsatdi. Yig'in zalda o'ltirganlar hayajon ichida ko'z yoshlarini surtib, bir eg'izdan "Yo'q, qarzimiz yo'q. Rabiya Qodir, nega boshlasangiz biz tayyor. O'tqa desangiz o'tqa, sug'i desangiz sug'a o'zimiz otimiz. Bizmi o'z burchimizni tunib yetdik" deb tovlashdi. Shu yig'inda Abdulum rayonlik hukumatga vakolatan Mahinur Qosim Ming Ona Hastarlik shirkatining rasmiy qurilganligini jakarlab, lent kesdi. Naqsha usul o'mikining artistlari san'at o'yinlarini ko'rsatdi. Rabiya Qodir xonim sahnada o'ltirib ham hayajonlanadi, ham faxrlanadi, ham nimishqidir xavotirlanadi. Chunki u bugungi yig'inda Uyg'ur xalqining g'oyat zo'r bir o'yg'oq kuchini uchiq ko'rgan edi. Yana kelib, u bu kuchni yo'qsizlik dardida, mehnatning eg'irligiga chidamay yerga boqilib qolgan, 5 bolasini boqman deb qulga aylanib qolgan, aroqning kayfi, tamakining busi, mansabning tamasda ruhiyati bulg'unib bo'lgan Uyg'ur erkaklardan emas, balki jannatning busug'isini dastlab turgan, bir qo'lida beshikni tavratsa, yana bir qo'lida dunyoni tavratalaydigan milyonlagan Uyg'ur onasining o'z davrining tizginini qo'liga ilishga intilayotganligini aniq ko'rdi. Uyg'ur xalqi bugun yetaklash muhtoj edi. Yo'l ko'rsatkichiga tashna edi. Qisqasi, yo'l boshlag'uchiga intizor edi. Rabiya xonim ana shundoq shirin orzu umidlar bilan yo'g'rilgan g'oyaviy mas'uliyatning o'z zimmasiga yuklanayotganligini yana bir qitim his qilib, yuzi villita qizardi. Dal shu paytda Uyg'ur egilik tiklash, ro'naq tepish, uyg'onish istikining kelkundek to'lqinlab kelayotgan real va amaliy kuchini hamda bu kishining hisobsiz sarmoyaga aylanayotganligini ko'rgan olli kimlarning ko'zlari qizarmoqda, yuraklari echishmoqda, vujudi azoblanmoqda edi. Demak, onalarning qad ko'tarish harakati necha million Uyg'urga ta'sir ko'rsatdi. Bütün ziyonlar, adiblar, hatto milliy tuyg'usi zil Uyg'ur amaldorlarimi Rabiya xonimni madhiyalab, yuqori baho berishdi. Gazet jurnallar maqola xabarlarni e'lon qildi. Radio televizorlar to'xtamay tashviq qildi. Jamoat fikri barg'an sir ulg'aymoqda. Rabiya xonimning qo'ldagi sarmoya qor dövüsdek yo'g'inab, kimlarningdir oromini buzmoqda edi. Shu chaqda tuyuqsizda Savdo sanoatchilar ma'muriy boshqarish idorasi Partikomning yo'l yo'riqiga binoan qizil boshliq maxsus hujjat tushirib, Ming Ona Hastarlik shirkatini qonunsiz shirkat deb e'lon qilib tarqitib etdi. Hujjatni ko'tarib kelgan soqchilar Rabiya xonimning qo'lidagi shirkatning qonunlik kinishkasini zo'rlik bilan tortib oldi. Banka hisobot daftarini to'xtatdi. Demak, Uyg'urga boy bo'lishga ruxsat yo'q, shundaqmi? Yillardan boshlab midirlig'ili turgan Xitoylar hukumatning qo'llashi, bankalarning yordami bilan hozir zavod, fabrikalarni setib olgudek bo'ldi. Urumchi, Shixanza Koruldagi Xitoy tijoratchilari kon ichishga, binolarni silishga va chet el bilan savdo qilishga boshladi. Uyg'ur tijoratchilari Shanxay Guangzhoulardan 10 million dollar pulini va mollarini keyindan yushirib marab yurganlarga tortqizib qo'ydi. Uyg'ur tijoratchilarining Guangzhouda 1 million 200 ming dollari, Beijingda 1 million dollar, Urumchida 2 million dollar, pochta, perevod, mal zakazlarda ushtumtut yo'qolib ketdi. Pul topgan, ro'naq topgan,
Sherif Atxon, Sultan Imin, Ne'mat Bo'saqov qatorliqlar tuyuqsiz suiqasdlarda o'ldi. Ondan başqa Uyghur ticaretçilerining 50-60 million dollar pulini Xitoy xavfsizlik tarmoqlari bilan til biriktirgan O'rta Osiyo Cumhuriyatlaridagi boshpatlaq qaroqchilar tarafidan bulang-talang qilindi. Rabia Qodir xonimning 1 million 300 ming Amerika dollari puli O'rta Osiyoda qoldi. Hukumatning ma'muriy va ommaviy tashkilotlardagi mansablari, amaldorlar diplomatiyasidagi chaqqonligi va tijoratdagi hushyorligi bilan faqat Rabia Qodirla qad ko'tarib tik turadi. Amdi uning yildiziga palta chipildi. Rabia Qodir xonim dad hasratlar ichida ming ona hasdarlik shirkatiga to'plangan pullarni ijiglariga qaytarish bilan mashg'ul bo'ldi. Hatta Mehmet Hashim Ayşemgüllerni Aqsuga avetib, altın bileyzük üzüklerni soğu salamlarni ilgisiga apırıp berdi. Xitay siyasi kengash yig'inida Rabia Qodir xonim qurultay, yig'in, tijorat va boshqa ishlar bilan ko'p qitim Xitoy o'lkalarida Shangang, Shenzhen, Shanghai, Guangzhou, Beijing qatorliq shaharlarda ziyoratda bo'ldi. 6 aydan Xotangacha bo'lgan barliq shahar, yezi qishloqlarni aylanib chiqdi. Zhongnanxay va uning atrofidagi yuqori darajadagi Xitoy amaldorlarining hayotini ko'rdi. Eng tuvan qatlamdagi fuqarolarning turmushini o'z beshidan kechirdi. Shaharlardagi Xitoy amaldorlarining hashamatli turmushi bilan chet yeza kanitlardagi dehqon chorvachilarning echinishi sarguzashtlarini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Xitoy millati bilan Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ul qatorliq avtonom rayonlarda yashayotgan millatlarning taqdiridagi ro'shan silishtirmalarni ko'rdi, angladi, mulohiza qildi. Uyg'urlarning vatanida hisobsiz xom ashyo boyliklarining Xitoyga to'shilayotganligini, sonsiz Xitoy ko'chmanlarining bu yerlarga kelib, butun huquq xizmatlarini, munbat yerlarni, daryo ko'llarni egallayotganligini ko'rdi. Chiriklashgan Xitoy amaldorlarining boyliqqa ko'milib ketayotganligini, namrat dehqonlarning namratlik dardida, xo'rliq azobida o'zlarining odamiylik xarakterini yo'qotayotganligini ko'rdi. Qisqasi, haq-nahaq, oq-qora deganlarning ostin-ustun bo'layotganligini ko'rdi. Hokimiyat beshidagi millatchi kommunistlarning haqiqiy g'arizi chegara bo'yidagi oz sonliq millatlarni siyosiy jihatdan ezib, iqtisodiy jihatdan ekspluatatsiya qilib, ularning boyliqlarini bo'lab-talab, madaniyatini yo'qotib tashlamoqchi ekanligini tunib yetdi. Rabia xonim 2 yil vaqt ajratib, maxsus plan tuzib, iqtisod ajratib, milliy amaldorlar, ziyolilar, yozuvchi olimlar, dehqonlar, savdogarlar bilan uchrashib, ahvol egallab, material to'plab, doklad hozirladi. Dalil isbotliq, paketliq amaliy masalalarni yig'ib, Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur rayonida paydo qilgan 16 turlik nohaqchilik masalalarini, Uyg'urlarning insoniy huquqini dafsanda qilgan qilmishlarini ratlab chiqib, Xitoy mamlakatlik siyosiy maslahat kengashining kengaytirilgan yig'inida o'ttirg'a qo'ymoqchi bo'ldi. Xitoyning asosiy qonuniy, avtonomiya qonuni va siyosiy kengash hujjatlarida ozodlik millatlarning ajoyib huquqlarga ega ekanligi haqida bir muncha moddalar mavjud edi. Rabia xonim mana bularning amaliyotda yo'q, qog'oz yuzidagi narsalar ekanligini yechib tashlamoqchi bo'ldi. 1996 yili 12 oyda Xitoy mamlakatlik siyosiy kengashining kengaytirilgan qurultayi chaqirildi. Rabia Qodir xonim 4500 dan ortiq vakil va sirtdan anglovchilar qatnashgan cho'ng yig'inning 2-chi kuni so'zga chiqdi. Aslida har bir hay'at vakilining so'zi oldin tekshiriladi. Rabia xonim bo'lsa, partiyaning Uyg'urlar rayonida yeza egilik sanoat sohalarida qo'lga keltirgan natijalarini madhiylaydigan bir nusxa yolg'on doklad tayyorlab topshirib, so'zlash ruxsatiga erishgan edi. Rais sahnasida Xitoy Kompartiyasining barliq rahbarlari, harbiy ishlar komitetidagi barliq generallari va har qaysi ministerlikdagi amaldorlari to'liq o'rin olgan bir paytda Rabia xonim so'zga chiqdi. U oldi bilan so'zlash huquqiga erishish uchun tayyorlangan yolg'on dokladni cho'ritib, o'zi 2 yil tekshirib tayyorlagan haqiqiy ahvolni inkos qildiganligini ochiqla jakarlab qo'yib, dokladini boshladi. Birinchi, iqtisodiy boylik masalasi. Avtonomiya qonunida garchi tabiiy boyliqlardan oldi bilan yerlik xalq foydalanadi deb belgilangan bo'lsa-mu,
Ammo Uyg'ur rayonidagi neft, tabiiy gaz, ko'mir, tümür, oltin, kumush, uran, mis, tuz qatorliq kon mahsulotlari, oshliq, mayliq ziroat, guruch, qunoq, paxta qatorliq yezi egilik mahsulotlari, ot, to'ga, kala, qo'y, eshak, teri, yo'ng qatorliq chorva va chorvachilik mahsulotlari. Ondan boshqa qimmatli yovvoyi hayvonlar, dori o'simliklari, yog'och materiallari qatorliq boyliqlar hech qanday rasmiyatsiz va qonunsiz holda Xitoy o'lkalariga to'shilmoqda. Hatto kim ilib ketsa shuning bo'lmoqda. Yerli xalq och, yalang'och yashamoqda. Ikkinchi, dehqonlarning eg'ir boj masalasi. Uyg'urlarning 90% aholisi yezlarda dehqonchilik, chorvachilik, bog'bonchilik bilan shug'ullandi. Ular planliq teriqchilikqa majburlandi. Husuli zo'rlik bilan arzon bahoda setib olindi. Ular dehqonchilik, husul, suv, o'g'it, mashina, yupuq, ozuqliq degandek 44 xil alvon boj siliqlar dastidan yil bo'yi qarzdan qutula olmaydi. Har yili amaldorlar uchun bekorga hasharga abgakka boradi. Barmag'anlardan majburiy pul to'lab olindi. Yil oxirigacha zo'r ko'pchilik dehqon yeydig'ini tugab qarzga mubtalo bo'ladi. Banka ularga qarz bermaydi. Ular to'laydigan pul yo'q, bolalarni maktabda o'qita olmaydi. Uchinchi, Uyg'ur ma'arifi masalasi. Uyg'ur rayonida faqat Xitoy bolalari uchun majburiy ma'arif yo'lga qo'yilgan. Yerlik millat bolalarining 60% savodsiz. Xitoy bolalari egiz binolardagi yangi maktablarda o'qiydi. Uyg'ur bolalari maktab, sinf yo'q, taloda kesak ustida o'tirib xat yozadi. Yerlik o'qituvchilarga shtat berilmagachga o'qituvchi yetishmaydi. Ko'p aholilarning to'laydigan puli bo'lmag'achqa bolalarni o'qita olmaydi. O'smirlar tarbiya ko'rolmagachga jinoyat yo'liga qarab mangmoqda. 4. Planliq tug'ut masalasi. Uyg'ur yoshlarining to'y qilishi tug'uti uchun vaqt shtat belgilamasi belgilab berilgan. Hech kim xohlagan vaqtda to'y qila olmaydi. Xohlagan vaqtida qursoq ko'tarolmaydi. Nurg'un ayollar homila bo'lib qilishdan qo'rqib, necha yillab saxta dorilarni ichishga majburlanib, keyin bolalari meyib tug'ilmoqda. Vaqtsiz yoki plansiz homildor bo'lgan ayollar bayqalgan hamon saqchilar va tug'ut kadrlari tarafidan doktorxonalarga opirilib, balasining 8-9 oy bo'lishiga qaramasdan zo'rlik bilan balani qirib ilib, tirik o'ltirmoqda. U ayollar 3 kundan keyin ishlashga majburlanmoqda. Ularning balyotqisi ishib ketsa, doktorlar faqat 2 dona aspirin berib qaytarmoqda. Shu sabablardan nurg'un ayollar roh kasaliga giribdor bo'lmoqda. Bir qismi yosh turib o'lib ketmoqda. Dehqonlarning 30% plandan sirt balo topganlik sababidan jazolanib, yer mulkidan, qo'ro joyidan, bog'laridan, chorva mollaridan ayrilib ko'chada tilamchilik qilmoqda. 5. Savdo tijoratdagi tengsizlik masalasi. Uyg'ur tijoratchilar shirkat qurish, qurilish qilish, bankadan qarz olish qatorliq ishlarda kapolatchi yo'q degan bahona bilan chetga qiladi. Ular qimmat baholiq rast markalik mallarni bozorga silishi bilan tangla Xitoy savdogarlar o'xshash malning yolg'on, saxta markaliklarini arzon bahoda to'kma qilib setib, bozorlarni qalaymagan qilib, savdogarlarni ziyonga uchratmoqda. Hisobsiz Xitoy qo'l hunarvanlari har yerga tarqalib, yerlik satrashlik, mozdozlik, yog'ochchilik, oshpazlik, tikkichilik degandek kasblarning hunarvanlarini qistab chiqarib etib, mulozimat bozorini egallab oldi. Uyg'ur tijoratchilarining har qanday shakldagi qonuniy tijorati davlat ma'murlarining yo'lsiz cheklamasiga va ziyonkashligiga uchrab kelmoqda. 6. Amaldorlarning chiriklik masalasi. Uyg'ur avtonom rayonidagi Xitoy amaldorlar yerlik podshoh bo'lib, ular yuqoriga yolg'on doklad sunib, yerlikni aldaydigan bir to'p zanjirlashgan xiyonatchilardir. Ular markaz va yerlikni ajratilgan asosiy qurilish, xarajat va kirim pullarini har xil bahonalar bilan o'zaro bo'lishib oladi. Shakli o'zgargan xiyonatchilik shu qadar keng yeyilganki, haqiqiy tekshirish ilib berilsa, Yiltizi Partikum, harbiy rayon, Bingtuanning eng chong amaldorlariga berib tutishidi. Ular yerlik millat amaldorlarini iqtisodiy huquqqa yaqin yo'latmay, milliy bo'lgunchi qalpig'i bilan qo'rqitib, chataq chiqsa döngep qutuldigan sodiq g'alchilariga aylantirib olgan.
Wang Yinmao'ning o'g'li Wang Beilei, Wang Lechuanning o'g'li Wang Xinbu deganlar qurgan shirkatlar dunyoga yuzlangan milliard dollar sarmoyasi bor guruhlar bo'lib, Xitoy bankasining puli, Xitoy xiyonatchi amaldorlarning puli ana shu shirkatlarda yuyib pokizlanib, qonuniy mulkiga aylanadi. İlgiri 500 so'm maaş ilib ishlayotgan yuqorqidek amaldorlarning farzandlarining qanday qilib milliard dollarlik boyvachlarga aylanib qolganligini hech kim jur'at qilib so'ray olmaydi. So'rashqa jur'at qilganlar terrorchi qalpog'ini kiyib yoki o'lidi yoki turmaga kiradi. 7. Diniy e'tiqod erkinlik masalasi. Diniy e'tiqod erkinligi masalasi Uyg'urlar duch kelayotgan eng og'ir masala bo'lib, diniy faoliyatlarni partiyaning siyosati uchun xizmat qildirish, diniy zotlarni sotsializm engida tarbiyalash amaliyotda dinni cheklash bilan barobar bo'lib, arzimas diniy faoliyatlari uchun turmlarga tashlangan, tutqun qilingan, hatto o'ldirilgan diniy zotlar, taliblar son sanoqsiz. Kompartiya tarbiyalagan diniy kadrlar, jasuslar va bexatarlik tarmoqlarining xodimlari masjidlarga imomlikqa, diniy tashkilotlarga mas'ul xizmatlarga tayinlandi. Ular har kuni masjidga kirganlarni kuzatib, tizimlab tutqun qildi. Kadr ishchi xizmatchilarning, o'quvchi o'smirlarning diniy faoliyat huquqi cheklandi. Maktablarda soqol burut qo'ygan, yog'liq chekkan o'quvchilar qo'lga ilindi. Bu xil bisim har xil qarshiliklarni paydo qildi. 8. Türmə və siyasi məhbuslar məsələsi. Uyğur rayonunda yerlik xalqlarını qanunsuz tutuş, so'roqsiz hukm qilish, qiynab o'ltirish ko'p ko'rilmoqda. Bu yerda har bir turma o'z oldiga bir podshohlikqa, turma boshlig'i bir podshohga aylangan. Kundalik boshqarg'uvchi shu kunidagi huquqi cheksiz xo'jayin. Ular mahbuslarni, bo'libmi siyosiy mahbuslarni xolisa urudi, xo'rlaydi, tillaydi, ishqa soladi. Narslarini tartib oladi. Ko'ngil ichish uchun so'roq qilib qiynab o'ynaydi. Urib o'ltirib etish, hatto o'qqa tutib kollektiv o'ltirib etish ishlari yuz berib turadi. Siyosiy jinoyatchi deb qarlanganlarning o'lchimi yo'q. Gap qilgan, she'r yozgan, suhbatlashganlarmi so'lab qo'yilgan. Qasdan vaqa paydo qilib tutqun qilinganlar xeli salmoqni egallaydi. Keng ko'lamda tutqun qilib, nahiyalarda turmadagi jinoyatchilar sonini to'liqlab, vazifasini oshirib o'rinlab, mukofot ilish soqchilarning odatiga aylangan. Siyosiy jinoyatchi deb qo'lga ilingan nurg'un Uyg'ur yoshlari maxfiy tutilg'achqa yoki Xitoy o'lkalariga yo'tkab ketilgachga ota-onalari surishtirolmaydi. Faqat G'uljidagi vaqadilla 50 mingdan ortiq Uyg'ur yosh o'smirlari tutib bir taraf qilingan. 9. Aydiz və zəhərlik çekimlik məsələsi. İşsiz və oqusuz qalğan Uyğur yaşları arasında zəhərlik çekimlik çəküşçülər okul yığıncısını ortaq işletiş arqılıq aydiz kesiliga giribtar bo'luvchilar soni və nisbati tez o'rlamaqda. Hatto o'smirlar soni ham ko'paymoqda. Yerlik hukumat keskin chora qo'llanmay, saqchilar oq tamaka sotquchilarni pul tepishdan dasmoyiz qilib olgan. Sog'liq saqlash tarbiyasi kamchil. 95% Uyg'ur bolalarining davolanish sug'urtasi yo'q. Vaqti o'tgan saxta dorilar, parxo'r ish bajaruvchilarning yordamida hamma yerda yamrab ketgan. 10. Ayollar va bolalarning qonuniy barobarlik masalasi. 11. Madaniy yodgorliklarni qo'g'dash, o'g'ri amaldorlarni jazolash masalasi. Rabia Qadir xonimning dalma-dal faktlar, sonliq ma'lumotlar, dalil isbotlar bilan o'tirg'a qo'yayotgan masalalari necha ming a'zo to'plangan zalni jimjitlik cho'mdirdi. Hammaylan bugungacha Kompartiya Shinjan xalqini qulluqdan qutuldirib, baxit saodatga elib keldi degan yolg'on dokladlarni anglab, bundaq ig'ir va cho'ng masalalarning mavjudligini bilmagachga hayron qilishdi. Ba'zilari ta'sirlanib, Rabia xonim bilan tang ko'z ish qilishdi. Gizit jurnallar hozirgacha yolg'on so'zlab, yolg'on doklad qilib keldi. Men rost ishni, rost gapni qildim. Rost gap qilgan kishining taqdirining qanday bo'lganligini yaxshi bilaman. Lekin men qo'rqmayman. Xalqimning haqqini, dardini anglatganligim uchun faxrlanaman, deb so'zni oyoqlashtirdi Rabia xonim. Zal ichida guldiroz olqishlar yangrab ketdi. Xitoy vakillari Rabia xonimga hayron qilishdi va hurmat bildirib o'rnidan turib uzoqcha chavoq chalishdi.
Amalsız qolgan amaldorlarmı, rəhbərlərmü o'rnidan turishqa, yolg'ondan bo'lsa-mu chavoq chalishqa majbur bo'ldi. Aslida sahnning so'l tarafidan chiqib ketishga tamshilayotgan Zhang Zimin, Li Ping, Chao Shi, Li Ronghuan, Jurongji qatorliq 5 dahi bütün muxbirlarning, vakillarning o'zlariga emas, o'ng tarafga Robiya xonimga qarab talpinib kelayotganligini ko'rib, ixtiyorsiz holda Robiya Qodir tarafga qarab siljib, uning bilan amal rad tartibi bo'yicha qo'l ilishib ko'rishdi. Xitoyning 5 rahbarining Robiya Qodirga qarab talmurib turgan bu ko'rinishi vakillarning qalbida ajoyib ta'sirotlarni qoldirdi. Zhang Zimin Robiya xonimning maydisiga esib olgan kichik bolaning mushtumidek oltin gullik medalyonni ko'rsatib turib, "Robiya xonim, maydingizdagi bu oltin gul rostmi, yolg'onmi?" deb so'radi. Robiya xonim ko'pchilikning oldida qilcha hudiqmasdan chaqmoq tezligida javob berdi. Sizning islohot ijiviti siyosatingiz rost bo'lsa, mening bu oltin medalyonimmi rost? Sizni tabriklayman degan so'zingiz rost bo'lsa, Zhang Zimin so'qoq hijaydi. Bu yolg'on tabassum shu daqiqada Robiya xonimning kelgusi taqdirini belgilab bo'lgan edi. Osmonda to'r, yerda qopqon. Robiya xonim Xitoy mamlakatlik siyosiy kengash yig'inidan qaytib kelgandan keyin ishlarning qalmashmayotganligini sezdi. Eng oldi bilan har kuni telefon ichib ko'rishib turadigan, har haftada bir mehmon chaqirib ziyofat berib turadigan uzun quloq boyvachchi xonimlar, Uyg'ur amaldorlarining xotinlari chandurmasdan o'zlarini chatga ilishga boshladi. Amaldorlarmi asta-asta Robiya xonimdan yiroqlashdi. Robiya Qodir savdo shirkati binosini, Robiya xonimning uyini qora kiyimlik notanish kishilar kuzatib nazorat qildigan bo'lib oldi. Robiya xonim tunishlariga ziyofat bersimu, to'y to'kin qilsimu yoki biror joyga marakaga borsimu, o'nlab payloqchi keyinda tayyor turadigan bo'ldi. Uning har bir harakati, borgan turgan yeri, qilgan gap so'zlarining hammasi josuslarning qattiq nazorati ostiga ilindi. Robiya xonim Beyjingdagi yig'inga aldirab ketib qilib, Qozog'istondagi tijoratida 13 million so'm pul u tarafda qolgan edi. Robiya xonim tezdan chet elga chiqib pul mol ishlarini yurishtirishni o'ylab 1997-yili 3-oyning 27-kuni G'uljiga keldi. Qo'rg'osdagi chegara punktidan o'tish uchun rasmiyat bejirayotganda, chegara mudofaa soqchilarining yonida o'ra turgan qora kiyimliklar uning pasportini tortib olib, uningga pasportining musodara qilinganligini, chet elga chiqishiga yo'l qo'yilmaydiganligini uqtirdi. Robiya xonim ochiqlab pasportini nima uchun tortib olganligini surishtirgan bo'lsa-mu, ular "Kechiring, biz faqat yuqorining yo'l yo'riqini ijro qilyapmiz. Fikringiz bo'lsa, Urumchiga borganda boshliqlardan surishtirib iling" deb javob berdi. Robiya xonim amalsiz Urumchiga qaytib keldi. Munosabatli tarmoqlardan, amaldor tunishlaridan, hatto bexatarlik nazoratining noziridan bu haqda tushuntirishni talab qilgan bo'lsa-mu, ba'zilari o'zini qochirib ko'rishmadi. Ba'zilari yolg'on etdi. Ba'zilari bo'lsa markazga ishtirib qo'ydi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Robiya xonimning pasportining nima uchun tortib olinganligi ma'lum bo'lishga boshladi. Ayda 1-2 qitim shirkatga kelib tegishlik zakotlarni elib ketadigan, ziyofatlarni yeb ta'zim qilib ketadigan boj idorasi xodimlari qapoqlarini turib shirkatga keldida boj rasmiyatlarini umumyuzlik qayta tekshirish bahonasida yuzsizlik bilan bir muncha qusurlarni tepib jarimani qo'yishga tamshaldi. Ular hech nima topolmay, Tangritog' rayonlik boj idorasining rasmiyatlarini shaharlik boj idorasi, shaharlik boj idorasining hujjatlarini Abdum rayonlik boj idorasi inkor qilib, bir-birininkini rad qilib, chatoq tepib jarimani qo'ydi. Ular ketib, orqadan Savdo sanoat ma'muriy boshqarish idorasidagilarmi paylini buzib, Kinishka rasmiyatlarini qayta tekshirish, binoda tijorat qilayotgan Uyg'urlarning salohiyatini tekshirish degandek qonunsiz va yo'qlang bahonlar bilan xalqlarni parokanda qildi. Hech bir qusur topolmasa, kinishlarga Xitoycha ismlarini o'zlari buzib yezib qo'yib, "Endi ismi to'g'ri emas, adresi mos kelmaydi, belgilimidan chetnab tijorat qilgan" deb batnom chatlab, kinishkilarni tekshirishga ilib ketdi yoki jariman qo'ydi. Banka o'rinlari xuddi shundoq o'gitib qo'ygandek, rasmiyatsiz ovorchiliklarni tepib, bir-birining rasmiyatlarini inkor qilishib ovora qilib ketdi.
Tağırtaq rayonluq o't o'chirish ətrəti xadimləri kelib 700 ming so'm xarajat bilan o'zlari o'rnatgan o'tdan mudofialanish əslələrini o'lchamga to'shmaydi deb buzib etib 1 million so'mga qaytadan o'rinlashtirdi. Aradan uzun o'tmayla shaharlik o't o'chirish idorasining mutaxassislari kelib, bu qonunsiz, o'lchamsiz uskunlarni buzib etib 400 ming so'm pul elib qaytadan aslaha o'rnatdi. Elektr energiya idorasining xodimlarimi amdila 5 yil bo'lgan binoning elektr simlarini o'lchamga loyiq emas deb hammasini elib olib, qaytadan 500 ming so'm sarf qilg'izib, tok simlarini yangi ishlatdi. Bularning hammasining ilgirki sug'urta kapolat qog'ozlari o'zlariga o'tmadi. Shaharlik muhit asrash idorasining tekshiruvchilari kelib, butun savdo saroyining atrofida muhit asrash aslalari yo'q deb 280 ming so'm pulni qo'murib olib ketdi. Bir haftadan keyinla shahar qiyofatini tekshirish ishxonasidagilar kelib, shahar qiyofatini buzdi deb muhit asrash idorasi o'rinlashtirgan aslalarni buzib etib ketdi. Yer boshqarish idorasi, ko'kartish idorasi, axlat idorasi, suv idorasi, pochta idorasi, telefon idorasi, umuman Robiya Qodir xonim savdo saroyidan pul yulib ilish imkoniyati bor idoralarning hammasi rad-reti bilan xuddi birsi bir tutash boshqarayotgandek 2-3 qitimdan kelib ketdi. Robiya xonim bu jarayonda hech qanday rasmiyat va isbotsiz holda 30 million so'mga yaqin chiqimdor bo'ldi. Hammasidan bekrak bearam qildig'ini soqchilar bo'lib, ular shirkat xodimlarini, tijoratchilarni, hatto xaridorlarni qolgan vaqtida kelib tekshirib, aqtirib, gap so'rab, so'roq qilib, bisaramjon qilib turdi. Dal shu kunlarda Saybiddin Azizning xotini oyim Urumchidagi Dildorga Robiya Qodirni qo'lga olg'izayotganligi haqida xat yozdi. Kimdir birsi bu xatning bir nusxasini Robiya xonimga topshirdi. Ma'lum bir raisning xotini Robiyaga Partikomdagilarning og'zida Robiyani qo'lga oldiganligi haqida mish-mish gaplarning tarqalganligi haqida pichirlab qo'ydi. Xalq qurultining raisi Hamiddin Niyozning xotini Oynisamu shu mazmunda bir nimalarni dedi. Shuning bilan Urumchidagi amaldorlarning eg'izidan chiqqan Robiya Qodir 9-oyda qo'lga olindi ekan degan gap so'zlar xalq orasida tarqalishga boshladi. Robiya Qodir xonim ishxonasida parishon holda o'ltirib Uyg'ur xalq naqshlaridan "Men nega bora olayman, bo'ynum qilda bog'loqliq, har bir bosqan qadimim ming ko'z bilan poylaqliq" degan naqshini g'ingshib aytdi. U ichida hech gunoyim yo'q. Qonunla bo'ladi ekan, hech kim meni qo'lga olmaydi. Olsimo sotda aqlinib chiqman deb o'ziga ishondi. U shundaqdimi bir tarafdan shirkatning moliya boshqarish, banka hisoboti, boj rasmiyatlari qatorliq hujjatlarini mukammallashtirdi. O'g'li Abdul Hakim olimlarga hisobotda ching bo'lish, qilcha savallik o'tkazmaslik, hukumatga bahona bo'lgan yuchuq qoldirmaslik, o'zi bo'lmagan sharoitda shirkatni mustaqil boshqarish to'g'risida qayta topildi. Robiya xonimning ko'ngli bir ko'ngilsizlikning qachonla bo'lmasin yuz berdiganligini tuygandek har zamon parishon edi. Shunday qilib bu qitimliq o'qishimiz mushargach bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.